Nima uchun og'iz hidlanadi? Bir xilda o'zimiz sezamiz, kunning ikkinchi yarmiga borganda yoki qaysidir vaqt og'izdan noxush hid keladi. Ko'rinishidan tishlarimiz sog'lom bo'lishi mumkin, hech qanaqangi kariozni kovak bo'lmasligi mumkin balkim. Agar biz buni tagiga tushib qarasak, birinchi navbatda kovak, kariozni kovak qayerdadir ketyapti. O'sha yerga ovqat qoldiqlari kirib, bu yerda achish jarayoni bo'ladi bakteriyalar ta'sirida va u hid chiqaradi, noxush hid. Ikkinchisi, tishlarning orasiga kirib qoladigan yoki milklarni ostiga kirib qolgandagi hosil bo'ladigan karmanlar. Mana shu karmanlarga ovqat kiradi. Bu yerda nalyot to'planadi. Tosh hosil bo'lishi mumkin. Bular o'zidan hid chiqaradi. Bakteriyalar ta'sirida u yerga kirgan ovqat qoldiqlar parchalanadi. Yoki bo'lmasam hamma tishimiz sog'lom, lekin oralarida nalyotlar bor. Biz ko'pchiligimiz tishni noto'g'ri yuvamizda. Shotka bilan bunaqa qilinadi yoki bir marta yuviladi, yoki bo'lmasam 2 marta yuvarmiz, lekin ba'zida noto'g'ri yuviladi. Tish yuvgandan keyin ip bilan tishlarning oralarini tozalab chiqish kerak. Shotka tishni kontakt zonalariga kirmaydi. Agar o'sha tish yuvib bo'ldim deganingizdan keyin floss olib tishni orasini tozalasangiz, yaxshigina u yerdan nalyot kelib chiqadi. Mana shu nalyot bular ovqat qoldiqlari. Bular bakteriya ta'sirida, harorat bor, namlik bor, bakteriya bor, uglevod bor, hammasi u yerda parchalanib noxush hid chiqaradi. Bundan tashqari oshqozon ichak sistemasidagi muammolar, ular yana bu yoqqa qo'shiladi. Mana shuni hammasi og'izdan noxush hid chiqaradi. Buni yo'qotish uchun albatta birinchi og'iz bo'shlig'i to'liq sanatsiyasi. Kovaklar bo'lishi kerak emas, kontaktlar plotniy bo'lishi kerak. Har safar tish orasini shotkadan keyin albatta floss bilan yuvish kerak yoki irrigator bilan. Undan keyin oshqozon ichak sistemasini ham tekshirish kerak. Ana o'shanda og'izda noxush hid bo'lmaydi.